Yaxshi qiz, tushing mashinadan. Bu yoqqa taksida yetib olasiz. Tushunmadim, nimaga menga qo'rslik qilyapsiz? Chunki ortiqcha savollaringiz jonimga tegib ketdi. Siz birdaniga o'zgarib qoldingiz. O'zgarganim yo'q. Men oldindan biladiganday gapirmang iltimos. Ana bu yerda sizga kimdir qo'ng'iroq qildi. Shundan keyin o'zgardingiz. Ayting, kim edi u? Bo'yi sizga kim qo'ng'iroq qildi? U meni bir tanishim, sizga aloqasi yo'q. Rostana? Sizga hisob berishim shart emas. Meni ishlarim bor edi. To'xting. Menimcha biz hamma gapni gaplashib bo'ldik. Xayr. Bu yigitda bir gap bor. Ko'nglim sezib turibdi. U nimanidir bilib turib yashiryapti. Unga bekorga qo'ng'iroq qilishmadi. Alo. Alo, boshliq seni so'rayapti. Jahli olamni buzadi. Hozir yetib boraman. Xo'p. Kamronman. Keling Kamronjon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Amakim uydami? Ha, uydalar, kiravering. Assalomu alaykum. Ha, jiyan. Amaki yaxshimisiz? O'zing yaxshimisan? Tuzukmisiz? Rahmat. Ancha ko'nikib qoldingmi? Ha. Kel o'tir, marhamat. Qani ilohi omin. Tani sog'lik, xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Ha, nima gap, jiyan? Amaki. Siz otamni eng yaqin jigarisiz. To'g'ri. U kishini hayotida nimalar bo'lgan bo'lsa, hammasini siz bilasiz. Shunga yoningizga kelgandim. Ha, shunaqa. Xo'sh, nimani bilmoqchisan? Otam shu oxirgi paytlarda qanaqadir qadimiy kitoblarga qiziqib qolgan ekanlar. Shundan xabaringiz yo'qmi? Kitob? Ha. Bilmadim. Xabarim yo'q edi. Unda Dilrabo Rasulova degan ayolni tanimaysizmi, mabodo? Dilrabo degan, uni oxirgi marta otangning yonida ko'rgandim. Kim edi u? Bu kim deb qiziqsam, seni ishing bo'lmasin deb jerkib berdi. Keyin ertasi kuni otang vafot etdi. Bu bilan o'sha ayolni otamning o'limida aloqasi bor demoqchimisiz? Bilmadim.